Ketdi. Xayrli kun, hurmatli obunachilar. Yangiligimizga kelgan. Issiq kunlar boshlanayotgan payt juda ham asqot edigan narsa. Bismillah. Bu nimadir qiz ketgan bo'lsanglar, hozir buni sizlar bilan bitta ishlatib ko'rsatamiz. Buni ikki xil rangidan kelgan, oq hamda qorasidan. Xonalaringizni interyeriga moslab o'zingiz bemalol xarid qo'yish mumkin. Bu yod apparat. Bemalol yozgi salqin kunlarga chalopchalar ichiga solib mazza qilib ichaverasizlar. Endi hozir sizlar bilan bitta tekshirib ko'ramiz. Mana muz tushish jarayoni, mana muzlaganni qaranglar. Ketdi. Ichiga suv solasizlar, o'zini maksimal degan joyi bo'ladi. Ko'rsatib o'tay. Buni ham mana max degan joyi bor. Chekka to'ldirib suv solasizlar. Mana bu joydan hozir yana muz tayyor bo'lyapti. Tushish jarayonini ham qo'yib boramiz. Mana tayyor muz. Muz olasizlar. Hamma issiq kunlar jonni rohatida bu. Bay. Yozgi kuni chaloplar bilan voy yomon ketadi-da. Xullas mana shunaqa apparatimizga kelgan. Xohlaganlar qora, xohlaganlarga oq. Bemalol o'zingizlarning interyeringlarga moslab qo'yib olaverasizlar.